Boyagi vaziyat bo'layotganmisan, bayaqdan eshitdim, bo'lmaydi. O'z qiynab qolasiz. 2 oylik ichmasa qilib berasan, birontasi pulini taqib olishdan yaxshi gaplashdik. Menga buni o'zi kerak, ma'lumotni olasiz. Yetib keldi. Ya buni srochni olib sotib qorish kerak. Ular keyin gaplashdim, gurungiz gaplashdim. Dokument qimmatda. Men ham pas olish niyatim yo'q. Endi bir 9 ketadi. 6 million, 6,5 million nomerga ketadi. 1 million 700 ming so'm. 6 million 800 ming. Ha, 6 million 800 nomer, 1 million 700 oldi sotdi. Qo'shing. 9 millionga yaqin pulda. Bo'lmasa qani o'sha puldan ana qilib balandroq qilib olsam bo'ladi. Endi meni ham to'g'ri tushuning. Yomon narx so'ramadim. Past narx ham so'ramadim. Chiroyli narx so'radim. Bering mayli olib sotib qilib olaman. 128 million naqd pul berib olaman. 1,5 so'm qo'shay bormang amaki. Lekin zo'r so'radi, zo'r so'radi. Vo'm ko'ngillari kamiga ham 30 da. O'sha bilib turibman 1 so'm bo'lsa ham pul deyaptilar. 56 naqd pulga beryapti ham. 50 olib turibdi. 26 bo'ladi. Nima deysiz, ota? O'zizniki qayerda? Ha, G'uzorda qayerda? Bizniki ham urug'imiz G'uzor O'ljayplardamiz. Mikrorayonga turamiz. Mikrorayon. Toshpo'ramiz. Ya, men uni tonimayman, o'zim ben Qarshiga tug'ilganman, onam tomon G'uzordan. O'ljab bilan taniysiz, O'ljab. Eshitgansiz? Nevarasi bilan. Ya'ni o'shalar bizlar xeshlar bo'ladi-da, onam tomon. Mayli aka, nima bo'lganga ham 1,5 so'm qo'shib bormay, bunday palajina bo'layotgan ekan. Men foydalanadigan joyim yo'q. Balandroq so'rab turibman, naborot. Berib yuboring, 1 so'm 2 so'm qo'shib bormay. Erta bir muammo bo'lmasdan bering. Men o'zi ishoning, sizdan katta pul qo'yib sotmayman, 1 million qo'yib sotaman. Yildicha olaman, yildicha sotaman. Agar yildan hech kim olmay qolsa, iloji o'sha xarajatni o'zim qila olib sotib qila olaman. Undan keyin narx ko'tarilib ketadi. Mayli, nima bo'lgan taqdirga ham shu do'ppini tayya deydi-ki, men qo'lga oling. Iymanman ko'ngilli yoyib bering. Katta pul qo'yib sotmayman. Olaman-u elga aytaman. To'g'ri kelsa bering. Naq 128 million pulni olasiz. Yomon tiniq eshitgansizda faqat javobingiz bitta, bir xil bo'lganda. Ha, bilaman akamdan. Bersangiz yaxshi bo'lacak. Siz bilan meni kamim to'lmaydi, hech ham to'lmaydi. Uzilgan payti bilamiz. Bu dunyo o'zi kamomad dunyo ekan-ki deb. Umr boqiy dunyoga borsa to'lmasa, bu 100 yilgacha bo'lgan davrga to'lmaydi. Beravering amaki. Chiroyli narx bo'lgan payti bering. Necha pul bo'lsa bermoqsiz? 30 bo'lsa bermoqsiz. Undan kam berish niyatingiz yo'q. Chin yuring-da. Baland parvoz gap kerak emas. 33 ga baraka qilib olmadi. Ha, olmaydi, olib sotdi bo'lgandan keyin kim oladi? Ya, baraka qiladi, olib sotdini narxini bilmay qo'yadi. Kimdir bitta olib sotdi qilaman 1 million 700 bo'ldi deb o'ylaydi. Uni prekrasni men oluvchi o'rtadagi vositachi odamman-ki. O'yin emas. O'yin emas. U oldi sotdini o'ylagan, bo'ldi 1 million 700 ga dokument qilsam bo'ldi, men nomimga o'tdi deb o'ylagan. Balkim. 6,5 millionlikni bilmagandir. Sotarlarmi bu yerda? Qayerda aka? Mana oldimdagilarmi? Yo'q, ha, bu yoq. Qara. Bu yoqda. O'yin qildi. Hamma vaziyat shu. Bir haftadan beri Gap yo'q. bir haftadan beri o'yin qilib o'tiribdi. Ba'zi beryapti, otamiga kelyapmiz, izdosalyapmiz. Undan yo'lga keldik, undan yo'lga bo'lsa keyin bu yoqqa keldik. Keyin keldi, ko'rdi, xullas 130 so'rayapti. Короче, Instagramga chiqdiki bu mashina.
134 million deb qo'yishuvdi. Shu mashinmi shu? Yo'q, qo'ygan. Chaqirgan. Mashinada o'zi reklama qilingan. Yo'q. Qora. Keyin men hayron qoldim, ha, yaxshi. Narxlar ancha tushibdi-ku deb. Oldi sotdilikni aytmadi, kraskasini aytmadi. Men qarayman, 258 shu mashin bo'lishi kerak. Nomeri ham bunaqa qog'oz qo'yib qo'yilgan edi-da. Yo'q, undaqa qilgan. Setavar daqidagilarmi? Shuna yonidagi bu tomondagilar. Ha, bo'ldi, o'shalar qo'yuvdi reklama. Nomerni yopib reklama qo'yishdi. Yo'q, ularga berganimiz yo'q. O'zimiz saylayapmiz. Mayli, bir reklama qo'yuvdi shu. Nima bo'lganga ham, beng amaki. Qoshiya bormang, 1 so'm yarim so'm. Bo'lsa bering oldim. 28 naqd pul beraman. Meniki unaqa tutmaysiz, guringim yo'q meni. Aytdim, qaytmayman. Menga qaytgandan ko'ra o'lganni afzalroq ko'raman, gapimdan qaytgancha. Men hali aytib ziyonimga bo'lsa ham qaytmaganman. 10 million, 20 million ziyonlarni endi ko'rayotgan bala ham emasman. Otam diydamni juda to'q qilib o'stirgan. Kam yashagan men bilan, lekin to'q qilib o'stirgan. Qaytari yo'q. Bering 128 naqd pul beraman. Martcha guring. Kam. Nimasini qo'shaman aka. Qo'shkilik bo'lsa qo'shib so'raychi edim. Oylik bo'lsa olib so'raychi edim. 25 dan kelishing keladi. Qo'shib. Ya o'zlariga ham aytdim, bir narx aytaman deb. Va bering, oluvchini ham o'ylang. Mang, qo'lda beringda. 30 dan nima o'tib berasiz? Mayli, o'z qo'shni niyatim yo'q edi, bitta guringizni olib ko'rayotgan. Gap kelganga gapda bir suxonli gap bo'lsin. 30 dan nima o'tib berasiz? 1 so'm o'tamiz. Xo'p, 1 so'm nech pul? Aytavering. So'mmani shunchaki og'iz bilan aytding, 4 kesa oldim mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. 200 emas, 1 million o'ting oldim. Men o'zim 130 ga sotuvga qo'yib qo'yaman. Faqat erta pulingizni olib ketasiz, erta olib sotib qilib qolaman. Hamma bir kundan keyin beraman pulini. Sizga ham xuddi shunday. Erta kelasiz, pulingizni olib sotib berib ketasiz. Bo'ldi. Agar ertacha kimdir olsa 130 million, agar erta men o'zimga o'tib qolib, olib sotib qilasam, shu mashinani keyin 140 million qo'yib qo'yaman. Bosing narxini ko'ring. Bosing boy. Mayli, qo'shni niyatim yo'q edi. 1 million qo'shib so'radim. O'zi aylanar ekan o'zi bu yoqda. 129 million 130 ga sotuvga qo'yaman. Qani bir tavakkal risk qilib ko'raman. Barakangiz, bormi amaki? Bosing, bosing. Narxini ko'ring, narxini. Narxini ko'ring, bo. Zo'r pul bo'ldi. Hali ham o'g'illaringizdan Va so'raysizmi? yoshingizga to'g'ri kelmaydi, 5 so'm. Bitta gapda, mayli, yoz aka tursin, mayli. Ola olmayman men. Yigit bundayda, bilaman, pul hamma pul. Ota qarasa, men bir dono yigit emasman. Menday qilmang, o'zingiz bilasiz. Agar yoshlik qilsalar, so'rang otangizdan, ota yoshlik qilyapsiz deb. Otaya yo'q deyilmaydi, tushundingizmi? Ya mayli, ola olmayman amaki.